بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ تقي عثماني حفظه الله مشروع القانون الإسلامي للبيوع والديون kitoblarni o'qiyotgandik. Kelgan joyimiz al-irbun va hamishul jiddiya mavzusidagi o'sha moddalarni o'qiymiz. 18-modda. Bayul irbun. Endi irbun savdosi. birinchi moddani o'qiymiz, keyin sharhlaymiz. An yashtarita al-mushtari al-khiyara li nafsi ila muddatin ma'luma. E'tibor beramiz. Mushtari sotib oluvchi ma'lum muddatga o'ziga xiyorni nima qiladi, shart qilib qo'yadi. Jalya. Xo'p, va yadfa ila al-ba'i mablaghan yusamma al-irbun. Keyin sotuvchiga nima beradi? Bir mablag' beradi, bir pul beradi. U irbun deb nomlanadigan o'sha mablag'ni beradi. U ham oddiy bermaydi. Bi sharti annahu ida in naffaza al-bay'a ana. E'tibor ber, savdo nima bo'lyapti? Savdo bo'lgan boy mushtarining orasida. Mushtari nima qiladi? Savdo bo'ldi bu yerda. E'tibor ber, diqqat qilaylik. Bu yerda savdo tugal bo'lgan bo'ladi. Savdo bo'ladi. Nima qiladi? Mushtari pul beradi va aytadiki, menga o'sha ixtiyor bir qancha to'liq pulini bermaydi. Ana o'sha bir qismini beradi. Keyin xiyor deydi o'ziga ma'lum muddatga ko'ra 2 kunmi 3 kunmi ixtiyorim bor deydi. Pul beradi va aytadiki, agar men nima qilsam, bayni yurgizsam, ya'ni kelib rostdan sotib oladigan bo'lsam, hal irbun yakunu juz'an min as-saman. Boyaga men bergan pulim irbun, bu ana o'sha narxni, boyaga berishim sizga kerak bo'lgan o'sha tovarni narxini bir qismi bo'ladi deydi. O'yin fasahol bay, endi agar men bayni fasx qilsam deydi, ya'ni kelib olmasam sizdan, fal bay yastahiqul al-irbun ana. U sizniki bo'ladi, boyiniki. Ya'ni boyi haqli bo'ladi. Wala yarudduhu ila al-mushtari. Mushtariga qaytarib bermaydi. Mana shu shartda menga qaytarib bermaysiz deb beradi. Tushundingmi? Demak, mana bu irbun deydi. Irbun degani o'zi ba'zida masdar ham deyishadi, ba'zida o'sha boya aytganimizdek beriladigan pulga irbun ham deyiladi. Tushundingmi? Xo'p, demak, irbunda nima bor? Irbunda mushtariga xiyor bor. Agar xolasa savdoni yurgizsa, ya'ni o'sha savdoni kelib olsa, u boyiga bergan puli bir qismi bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Tushundingmi? Bu joiz emas ana. Valbay bi hadha shart g'ayru joiz deydilar. Demak, bu shart bilan savdo qilishlik joiz emas. Inda jumhurul fuqaho, barcha faqihlar nazdida. Fala yajuz lil bay' inda fasx al aqd ay yumsika al bil urbun. Ana. Demak, aqd fasx bo'ldimi, boyaga mushtari sotib oluvchi kelib olmadimi? Aqd fasx bo'ldimi? Endi irbunni ushlash, nima qil, o'ziniki qilib olishi mumkin emas. Bal yajibu alayhi yaruddu ila mushtari, balki nima qilish kerak? Mushtariga qaytarib berish kerak. Illa idha hakama bi hakimun muslimun fi ayyi balad. Lekin agar qaysidir shaharda musulmon bir qozi, hokim hukm qilsa, ya'ni o'sha irbunda qaytarib berilmaydigan hukm qilsa, unda bermaslik. Lekin bu birovni molini botil bilan yeyishlik hisoblanadi. Uni nima qilish kerak? Qaytarib berish kerak. Bu irbun mana shunaqa. Endi bu hozirgi vaqtda qanday ifodalanishini bilmaymiz. Balki avans deyilishi mumkin, balki zaklat deyilishi mumkin. Agar mana shu aytilgan ta'rifga tushsa, ya'ni men sizga pul beraman, agar kelib o'zim olsam, shu bergan pulimdan boyaga hisob-kitob minus qilamiz. Agar kelmasam, bay fasx bo'lsa, bu sizniki bo'ladi. Mana shu ma'no qaysi hozirgi zamonda topilsa, u hammasi irbun bo'ladi, bu joiz bo'lmaydi. Shundayga bu yana pastda hozir homishi jiddiya aytiladi. Homish jiddiya degani o'sha mushtari o'zini jiddiy, ya'ni savdoda haqiqatda jiddiyligini ifodalash uchun pul berish. U boshqa masala. Mana hozir uni aytamiz. Homish jiddiya kengisi. Mablagun yadfa'uhu al-mushtari ila al-bay'. Demak, bu shunaqa mablag'ki, shunaqa pulki mushtari boyiga beradi. Inda va'dihi bi shiro'i shay'in qabla injazil bay'. E'tibor beraylik. Bay hali injoz, ya'ni bay to'liq suratda bo'lishdan oldin sotib olaman deb va'da berib pul beradi. Nega yusbita bihi jiddiyatuhu yoki jiddiyatahu deymiz fi zalikal va'd. Demak, bu va'dada o'zini jiddiyligini sabit qilishlik uchun. Men bu jiddiyman, aniq olib olaman deb o'sha va'dalashgan paytda hali savdo bo'lmasa turib pul berib qo'yadi. Va inna hazal mablag' la ya'khuzu hukmal irbun. Bu bergan pul irbunni hukmini olmaydi.
Bu erbon emas. Balki nima bu? Balki bu o'sha boyini qo'lda omonat bo'lib turadi. Shundaga omonat bo'lib turadi. Demak, uni ishlatishi mumkin emas boyi. Tushunarli? Omonatning hukmlari joriy bo'ladi-da, bilamizki, omonatni ishlatib bo'lmaydi. Yajibu alayhi an yaruddahu ila maliki in lam yatimal bay' li sababin min al-asbab. Agar mabodo qaysidir sababga ko'ra boyiga savdo bo'lmay qolsa, nima qilish kerak? Mushtariga berish kerak. Chunki boyi mushtariga berish shunchaki qo'lida omonat bo'lib turadi. Demak, farqini sezdikmi? Homishi jiddiy bilan erbonning farqlari bor. Farqlari birinchidan to'liq bo'lgandan keyin mushtari xiyor oladi. Tushunyapsiz-a? Xiyor oladi. Va keyingisi homishi jiddiyada agar savdo bo'lmasa qaytarib berasiz degan, ya'ni o'z egasiga qaytarib berish sharti bo'ladi. Bu erbonda bu narsa bo'lmaydi. Tushunarli-mi? Bu narsalar savdoda bo'lgandek ijaralarda ham bo'lishi mumkin. Bu erbonlar, homishi jiddiyalar unda ham xuddi shu hukmda. Erbon agar o'sha aytilgandek erbon qiladigan bo'lsa, ya'ni agar qilmasam u sizniki pul deb mushtari xaridorga aytgan bo'lsa, bu o'sha erbon bu joiz emas. Ijarada bo'lsa ham. Mustajir, mujir orasida bo'lsa-da endi ijara. Agar shunchaki bu men jiddiyman, kelib buni ijaraga olaman degan ma'noda pul berib qo'ysa, bu hal ijara aqdi tuzilishidan oldin bu homish jiddiy bo'ladi. Bu joiz, shunchaki omonat bo'lib turadi. Mujirni qo'lida. Keyingi mavzumiz al-muzayada val munaqasa. Demak, kim oshdi va kim pasaytirdi, ya'ni auksion va tender savdolari. Tushunyapsiz-a? Auksion va tender. Endi 20-modda muzoyada nima? Bu kambag'allarning savdosi ham deyiladi. Al-bayu bil muzayada jaizun. Demak, muzoyada, ya'ni auksion savdosi joizdir. Iza kana mahall muzoyada mashhurun. Agar o'sha ziyoda qilinadigan o'sha joyi, ya'ni ziyoda qilinadigan o'sha jihatlari shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, barchasi shariatni ko'rsatmalariga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, joiz. Shunga va mujarradu i'lani muzayda laysa ijaban min qibali al-bay'. E'tibor beraylik. Endi xo'p, birinchi nima qilishimiz kerak? Muzoyada, ya'ni auksion borasida ba'zi istilohlarni bilishimiz kerak. Tushunyapsiz? Masalan, birinchi sotuvchi nima deydi auksionda? Mana shuni sotaman deydi. Tushunyapsiz? Mana shuni sotdim deydi. Kim oshiradi deydi. Bu nido deyiladi yoki siyoh deyiladi. Ya'ni o'sha boyini baqirishi deyiladi. Ya'ni mana sotaman, kim oladi deyishi, bu ana o'sha i'lonul muzoyida deyiladi. Tushundingmi? Endi kim oshiradi deb so'raydi-da. Keyin endi nimalar sotib oluvchilar men 10 ming, unisi 11 ming deb o'sha aytaveradi. Bu ato deyiladi yoki aqd deyiladi. Tushunarlimi? Masalan, men falon narsani sotaman, kim oladi, kim oshirib oladi desam, bittasi 10 ming desa, unisi 11 ming, falon desa, bu ularni atosi yoki taklifi bo'ladi. Tushundingmi? Endi men bo'ldi mana shu 10 ming degannikini qabul qildim desak, bu rusu deyiladi. Tushunarlimi? Bu rusu deyiladi. Mana shu istilohlarni bilsak, bu yog'i oson bo'ladi. Ana. Va mujarradu i'lanil muzayida laysa ijaban min qibalil bay'. Demak, muzoyadani e'lon qilishni o'zi bu boyi tarafidan ijob bo'lmaydi. Ya'ni kim oladi? Kim oshda savdo qilib oladi deb men narsani sotsam, bu ijob qilgan bo'lmayman. Ya'ni nega desa, nima bunday deyilyapti? Chunki agar ijob bo'lganda birinchi aytgan kishiniki bo'lib qolardi, u qabul qilsa agar. Chunki u ijob bo'lmaydi, balki shunchaki taklif bo'ladi. Endi ma huwa da'vatun lidukhul fil muzayida, balki bu nima bo'ladi? Ana o'sha auksion savdosiga kirishga odamlarni nima qilayotgan bo'ladi, chaqirayotgan bo'ladi. Va taqaddum bil ato min qibal al musharikin ijabun min qibalihim yahtaju ila qabul bay'. Ana, qaraylik. Men kim oshiradi, kim oladi desam, bittasi 10 ming, 11 ming deyapti-ku, ular mana shunday deyishi, bu ato deyiladi, bu aytdik. Mushorik, ya'ni ishtirok etuvchilar tomonidan buni taklif bo'ladi ularda va ularning gapi ijob bo'ladi. Ularning gapi ijob bo'ladi. Men uni qabul qilishim kerak. Sotuvchi, ha bo'ldi, mana shu narxga men qabul qildim deb aytishim kerak.
Shundiga falahu an yarfudu jami'ul atoat. Ana men nima qilish mumkin? Barcha, masalan bittasi 1000, bittasi 2000, 10000, 15000, 20000 gacha chiqdi. Hech biringa sotmayman. Hammasini men nima qilishim, yo'q deyishim mumkin. Kama yajuz lahu an yahtafiza bi samanin mu'alin min qabl. Va yana boyi aytish mumkin. Ya'ni boyi oldindan bir ochiq oydin narxini qo'yishi mumkin. Ya'ni aytadi: "Mana bu narsani sotaman, eng oxirgi narx masalan 10000 deydi. Ya'ni aytmoqchiki 10000 dan kamiga bermayman" deb aytishi ham ihtifozu saman degani shu degan. Shunday bu al-muzayida mal ihtifoz deyiladi. Shundiga narxini eng minimal narxini aytadi, undan oshig'iga sotaman, undan kamiga sotmayman deb aytishi. Shundaymi? Odamlar aytgan narxidan oshirmasa, demak u rozi bo'lmaydi. Va xuddi shuningdek aytmasa, ya'ni eng minimal narxni aytmadi, odamlar aytyapti, bittasi 1000, 2000 deyapti. Bu odam 10000 ga sotmoqchi. Rozi bo'lmasa hammasini "Yo'q, men sizlarga sotmayman" deyishi mumkin. Va yajuz li kulli man taqaddam bi ata'a yarji'a an ata'ihi qabla an yaqbalahu al-bay'. E'tibor beramiz. Va yana har bir boyga men falon pulga olaman, bittasi 1000, bittasi 2000 deyapti-ku, bu ato dedik. Ana o'sha boyi qabul qilishdan oldin, men qaytdim bu aytgan. Bir nima dedi? 15000 ga olaman dedi. Keyin o'ylab ko'rsa, nima arzimaydi. Yo'q, qaytdim desa, hali boyi qabul qilishdan oldin u qaytgan bo'laveradi. Amma idza qabilahu al-bay' wa rasal ata alayh. Ana endi agar boyi uni qabul qilsa, bittasi 15000 dedim, bo'ldi, senga qabul qildim, senga berdi mana. Va rasal ata alayh degani ana o'sha atoni nima qildi? Ana o'sha bergan taklifni qabul qildi, rusul qildi dedik-ku, ya'ni nima qildi? Atoni qabul qildi, bu taklifni qabul qilsa, rusul qilsa, demak fala yahiqqu lahu ar-ruju'. Endi u qayta olmaydi. Endi mushtari qayta olmaydi. Shundaymi? Va taqaddum bil ata ziyadatan ala ata'i al-akhar qabla rusu'i ata'i ahad laysa min as-sawmi ala sawmi akhihi li adami rukun al-bay' ilayhi. E'tibor bering, yana bir jihati bor. Tabiiyki boshqa nima bor-ku, endi hukmlar borki, birodarning ustiga, savdosining ustiga savdo bo'lmayaptimi degan savol paydo bo'ladi. Shuni aytiblarki, bittasi bir narx ato, ya'ni narxni, taklifni aytdi, 10000 dedi, sherik 15000 dedi. Shundiga undan-da ko'ra, sherikdan-da ko'ra ziyodaroq aytdi. Hali yana bilishimiz kerakki, bittasiga rusul bo'lishdan oldin. Ya'ni bittasi nima dedi? Bittasi men 10000 ga olaman dedi. Keyin boyi bo'ldi, men senga o'shani sotdim. Va rusul qildi, qabul qildi. Ana o'shandan keyin agar aytsa, u nima bo'ladi? U mumkin bo'lmaydi. Savm ala savmi axih bo'lar. Tushundingmi? Lekin boyi bo'ldi, senga sotdim demasdan turib darrov unisi ko'proq aytsa, bu nima bo'lmaydi? Bu o'sha birodarni savdosi ustiga savdolashgan bo'lmaydi. Nega? Li adami rukunul bay' ila. Chunki boyi unga rozi bo'lgani yo'q. Tushunyapsizmi? Boyi unga beraman deb rozi bo'lgani yo'q, bir narxga kelishilgani yo'q. Shuning uchun ham bilamizki, modomiki rozilik yo'q ekan, hali bu savdo to'liq topildi deyilmaydi. U to'liq savm bo'ldi ham deyilmaydi, bay bo'ldi ham deyilmaydi. Shuning uchun ham narx aytsa bo'laveradi, to o'sha boyi mushtari bir narxga rozi bo'lgunicha. Endi rozi bo'lib, bo'ldi men senga beraman degandan keyin boshqasi yana qimmatroq men olaman desa, endi u mumkin bo'lmaydi. Oddiy savdolarni ham shunday deyishadi ulamolarimiz. Ya'ni bir kishi savdolashyapti, men falon pul beraman deyapti, boyi yo'q deyapti. Shunday paytda boshqasi aralashib nima qilsa, men falon pul beraman desa bo'ladi deyshadi. Chunki hali boyi mushtari bitta narxga kelishib rozi bo'lgani yo'q. Ana o'shadan oldin u hali to'liq bay, to'liq savm bo'lgani yo'q deyshadi. Tushunarlimi? Sovchilik ham xuddi shu masala. Sovchilikda ham bir kishi bordi, hali to'liq beramiz demasdan turib boyiga qiz taraf, boshqa sovchi yana kelsa, u ziyon yo'q. Ziyon qachon mumkin bo'lmaydi, qachon qaytarilgan bo'ladi? Agar bir sovchi kelsa, unga beramiz deb rozi bo'lib turganda, boshqasi kelsa, o'shanda qaytarilgan. Tushundingmi? Walaysa 'ala al-bay' bil muzayida an yaqbala ata al-a'la. Endi va yana auksion bilan sotyapti bir kishi narsasini, faqatgina qimmat narxni olishi lozim degani emas. Vali haqqu lahu an yaqbala ata al-adna. Balki u masalan bittasi 5, bittasi 10, bittasi 15, 5000 ni ham qabul qilishi mumkin. Tushundingmi? U uni ixtiyori xohlagan narxda sotadi.
Tushundingmi? Endi illa fi amaliyatin alzamahu al-qonun biqawl a'to' al-a'la bi sharti ay yakuna samun halan. Ana. Lekin agar masalan bir qonun bo'lgan bo'lsa, qaysidir davlat tomonidan qonun bo'lgan bo'lsa-ki, auksion savdoda faqatgina qimmat eng yuqori narxda sotiladi degan qonun bo'ladigan bo'lsa, endi unda majbur sotuvchi o'sha qimmat narxda sotadi. Va shart shuki nima bo'lishi kerak? Pul hal bo'lishi kerak. Tushundingmi? Shuning uchun ham pul naqd bo'lsa qimmatga sotadi. Agar masalan puli ko'p bo'lib, ya'ni qimmat aytib lekin men nasiyaga desa, arzonrog'iga, ya'ni naqd bo'lgan arzonroq qilib sotishi yaxshi, chunki shuning uchun aytishadi-ku endi savdo tilida, ya'ni naqd bo'lib pastroq bo'lsa ham o'sha nasiya bo'lib ko'proq bo'lgandan ma'qul deyshadi. Xo'p, keyingi modda najsh haqida. Endi najsh qilish joiz emas. Najash ham deyiladi, sukun bilan, fatha bilan najsh ham lug'atlarda uchraydi. Najsh degani va huwa an yataqaddama ahadun bi'ata'in la yuridu bihi ash-shira va innama yuqaddimu al-ata' li yuraghiba al-akharun. ليرغب الآخرون في الزيادة عليه. وكذلك لا يجوز تواتر المشاركين في المزايدة على ألا يزيد أحدهم على الآخر إذا كان في إضرار بالبائع أو المشاركين الآخرين. اعتبار برمز. إن ناج قلش جواز مس. بير ناج أمي تلاده يعني نرخنا سوني كترش. بير دقي ناج وشا أوكسيونجا تيجيش لي جهاتي أمبار. Ve umumiy tushunsak ham bo'ladi. Bu yerda auksionga tegishli joiz, najsh joiz emas auksionda. U nima? Bir kishi bir narx aytadi, ato aytadi, lekin u narx bilan sotib olishni xohlamaydi o'zi. Ya'ni o'sha auksion paytida bittasi 15 ming deydi, lekin o'zi olmoqchi emas. Faqatgina bu narxni, bu atoni aytadi, boshqalar ziyoda qilishlikka qiziqish uchun. Ya'ni men 15 ming dedim, yana boshqa 20 ming deyish uchun nima qiladi? Desin deb narxni sun'iy ko'tarmoqchi bo'ladi auksionda. Va shuningdek, sherik nimalar ham, boyagi qatnashuvchilar ham, ya'ni auksionga qatnashuvchilar ham kelishib olinsa. Ya'ni birimiz boshqamizni narxiga oshirmaymiz. Ya'ni kelishib oldida 4-5 kishi o'sha auksionga qatnashyapti, ikkovi hammalari oldindan kelishgan, ya'ni narxni oshirmaymiz deb. Men bir narx aytsam, sizlar indamanglar deysa. Agar bunda boyiga yoki boshqa ishtirokchilarga zarar bo'ladigan bo'lsa, bu joiz emas. Tushunarlimi? Zarar ham bo'lmasligi kerak va aldavom bo'lmasligi kerak. Tushundingmi? Bu auksion hukmlari edi. Endi al-munaqasa tender bilamiz. Hozirgi tilda tender deyiladi. Bu shirol ag'niyo, demak, boylarni sotib olishi ham deyiladi. Endi u nima desa, al-munaqasa aksul muzayida. Munaqasa tender degani bu o'sha auksionning aksi hisoblanadi. Aksi. Auksionda kim oshdi bo'ladi, tenderda kim tushirdi. Masalan, mana bu narsa bor, kim oshirib sotib oladi deydi auksionda. U kim oshirsa nima qiladi? Sotib oladi. Natijada bu kimga foyda bo'ladi? Bu kambag'alga foyda bo'ladi. Shuning uchun ham nima deyildi? Bay'ul mafolis deyildi. Ya'ni kambag'alni sotishi. Kambag'al imkon qadar ko'proqqa sotsa yaxshi, chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ham hadis keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ana Nabiy sollallohu alayhi vasallam ba hisan va qadahan va qol ma yashtari hazal hisa wal qadah. Bir kishi bir dirham deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim ziyoda qiladi bir dirham deganda, keyin bir kishi 2 dirham dedi, keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sotib yubordilar. Boyaga bir hils bo'ladi, boyaga egarchi dog' bilan mana bu qadahni kim sotib oladi deganda bir kishi 1 dirhamga olaman dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim oshiradi deganda bir kishi 2 dirhamga dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam berib yubordilar. Demak, tabiiyki unga ko'proq bo'lsa foydada. Nimada esa tender esa boylarni sotib olishi hisoblanadi. Chunki boy odam, ko'proq boy odam sotib oladi. Nimaga sotib oladi? Endi e'tibor beramiz endi nimaligini. Va innaha talabul wusul ila arkhasi ata'in li shira'i sil'atin aw khidmatin taqumu fiha al-jihatu taliba laha bi da'wati raghibin ila taqdim ata'atihim wafqa shurutin wa mawasafat al-muhaddada. E'tibor beramiz. Tender nima degani? Xo'p, bir narsani sotib olishlikka yoki bir narsani silani, tovarni sotib olish yoki bir xizmatni
sotib olishlik uchun eng arzon narxga yetib borishlik. Eng arzon narx. Ya'ni aytadi, masalan bir kompaniya yoki davlat aytadiki, falon mehmonxona qurish, falon mehmonxona falon sifat bilan, falon shartlarga ko'ra, falon vaqtgacha nima qilish kerak? Bizga qurib berishlaringiz kerak. Endi kim qurib beradi deydi. Endi unga katta o'sha qurilish kompaniyalari qatnashadi. Unisi o'zini nimalarni, narxini, sifatini, ishini taklif qiladi, unisi taklif qiladi. Demak, davlat nima qiladi? Davlat o'rganib chiqib eng arzonini, masalan deylik, eng arzonini qabul qiladi. Ya'ni bu yerda ham shuki, talabul vusul ila arxos ato, eng arzon nimaga? Eng arzon taklifni qabul qilish kerak. Ya'ni bir narsani, tovarni yoki xizmat sotib olish. Shunaqaki, taqum fiha al-jihatu taliba laha bi da'wati ar-raghibin ila taqdim atoatihim. Endi shunaqa xizmat bo'ladiki, u o'sha xizmat va yana o'sha sil'atni, tovarni talab qiluvchi taraf, ya'ni o'sha tenderni boyagi qurilish kompaniyasi bi da'wati ar-raghibin. Ya'ni rag'iblar, rag'bat qiluvchilar. Bu endi nar taraf, ya'ni boyagi bir narsa qurilishini istayotgan taraf. Ana o'sha belgilangan sifat va shartlarga ko'ra ularni atosini, ularni takliflarini nima qiladi? O'rganib, demak, eng arzonni tayinlaydi demoqchilar. Va innaha jaizatun, demak bu, ya'ni tender bu joiz hisoblanadi. Tantabiqu alayha al-ahkam al-mazkura fil muzoyada. Demak, muzoyadada auksionda nima shartlar borda, ana o'shanda zikr qilingan hukmlar bunda ham to'laligicha tatbiq qilinadi. Keyingi modda yajuz an yuba'a daftaru shurut al-mu'addu min qibali talibi al-muzayada aw al-munaqasa bi qimatin 'adila bi shart an yakuna mushtamilan 'ala dirasat aw tafasil yahtaju ilayha al-musharikun likawnihim 'ala basira qabla ad-dukhul fi al-munaqasa aw al-muzayada. Xo'p, shartlar daftari nima degani? Masalan, o'sha tenderda boyagi talib tarafi, bu tepada ham o'shani talibni ikki xil ma'noda ham aytsa bo'ladi. Tepada boyagi talibni boyagi oluvchilar, ya'ni talab qilib boyagi arzonroq narxda oluvchilar desak ham bo'ladi va yana tenderni, ya'ni arzonroq narxda mahsulotni olmoqchi bo'lgan yoki bir xizmatni qabul qilmoqchi bo'lganlarga ham ikki tarafga ham nisbatan ishlatsa bo'ladi, lekin o'sha yerda ham talibani voyaga masalan kim xohlaydi arzonroq narsa olishlikni? Ana o'shani aytsak bo'ladi. Bu yerdagi daftaru shurut degani masalan davlat nima qilish kerak? Bir mehmonxona qurish kerak dedik. Ana o'sha davlat toliba bo'ladi. Toliba bo'lgandan keyin ana o'sha shartlar daftarini e'lon qiladi. Ya'ni u daftarda o'sha mehmonxona, o'sha qanday holatda, qaysi sifatda, qanday mahsulotlar ishlatilishligi, qanday narxlarda bo'lishligi hammasi bayon qilingan bo'ladi. Mana shu daftarni boyaga tenderga qatnashadiganlarga sotsa bo'ladi. Endi o'zi bu daftar shurut borasida ulamolarimiz 3 xil qavldalar. Ba'zilar umuman sotib bo'lmaydi deyshadi va ba'zilar faqatgina ana o'sha sotsa bo'ladi. Keyinchalik boyaga qatnashgan, lekin qo'lga kiritmagan tenderga qatnashganlardan pulini qaytarib berish kerak deganlar bor. Ayna ko'pgina ulamolarimiz mana bu gapni aytishadi. Ya'ni daftar shurut al-mu'ad min qibali talibil muzoyada aw al-munaqasana. Demak, muzoyada yoki auksion yoki tenderni talab qiluvchi tarafidan tayyorlangan. Ya'ni kim? Davlat tarafidan tayyorlangan, o'shani hamma shart-sharoitlari bayon qilingan. Faqat bi qimatin adila, adila qiymat bilan. Ya'ni adolatli qiymat bilan, oshiqcha emas. Tushunarlimi? Ya'ni faqatgina ana o'sha adila qiymat degani o'shani daftarni tayyorlashda qancha narx bo'lgan ana o'sha demoqchida. Ya'ni bu birinchi shart. Ikkinchi sharti bi sharti ay yakuna mujtama' ala dirasat va tafasil yahtaju ilayha al-musharikun. Ana. Va yana ikkinchi shartki, u daftarda to'liq tafsilotlar, to'liq ma'lumotlar bo'lish kerakki, o'sha tenderda qatnashadiganlar uni olish bilan
ya'ni tenderga yoki auksionga qatnashdan oldin ana xabardor bo'lishlari uchun ular haqiqatda muhtoj bo'ladigan nima tafsilotlar bayon qilingan bo'lishi kerakda. Bu ikki shart bilan keyin ulamolarimiz joiz deydilar, ya'ni ana o'sha daftarni sotilsa bo'ladi deydilar. Tushuntira oldimmi? Keyingisi yajuzu talabu mablag'in min al-musharikin li isbati jiddiyatihim. Va yana o'sha tenderga yoki auksionga qatnashadiganlardan ularni jiddiyligini bildiradigan bir mablag' qabul qilsa bo'ladi, talab qilib olish bo'ladi. Ya'ni qatnashsam pul berasan. Ya'ni rostdan o'sha qatnashish jiddiymi, jiddiy emasligimi o'shani ifodalash uchun. Tantabiq alay ahkam hamish jiddiy al-mazkura fi maddati 19. Demak, 19-moddada bayon qilingan o'sha hamish jiddiyani hukmlari bunda to'liq nima qilinadi? Tatbiq qilinadi. Tushunayapmi? Faqat endi ularni nimaligi jiddiyligini ifodalash uchun olinadi-da. Keyin endi tender tugagandan keyin, auksion tugagandan keyin ularni pullari nima qilinadi? Qaytarib beriladi agar olmaganlarniki. Tushundingmi? Olgan payti omonat bo'lib turadi, keyin tender auksion tugagandan keyin egalariga qaytarib beradi. Tushuntira oldimmi? Allohu a'lam bissavob.